Ko'rishingiz mumkin, bolalarning xavfsizligini o'ylagan holda bog'chamiz chegaralangan. Bundan tashqari, tashqi bolalar o'yingohi ham mavjud. Mana bu yoqda ham 24 ga 7 охрана xizmatimiz bor. Bolalar xavfsiz bo'ladi bu yerda. Hech kim o'zidan o'zi chiqib ketmaydi va kirib kelmaydi. Mana kirib kelishingiz bilan resepsiyonda administrator qizlarimiz kutib oladi sizni. Hozirda bolalarimiz uxlayapti. Kichik guruhlarimiz xonasi. Bu yerda esa bolalarimiz basseynga tushishdan oldin yechinish xonasi. Bilasizmi, bolalarning eng sog'lig'ini ta'minlab berish sport turi bu basseynda suzish. Ko'rishingiz mumkin. Bilasizmi, bolalar uchun eng kerakli yana bir narsa bor. Sog'lig'i va buni oldini olish uchun tuzli xona qilganmiz. Bu tuzli xonada bolalar astma, bronxit, har xil kasallar, allergik kasallarga shifo bo'ladigan xonamiz hisoblanadi. Bolajonlar bu yerda maza qilib o'ynab, lechini olishadi. Bu yerda esa bolalarimiz gidromassaj va massaj olishadi. Gapirishda nuqsoni bor bolalar uchun alohida logoped mutaxassislarimiz shug'ullanishadi bu xonada. Ichkarida esa oshpazlarimiz bolalar uchun 5 mahal issiq taom tayyorlashadi. Bu yer esa bolalarimizning eng yoqtirgan sevimli o'yingohi bo'ladi. Qishda ham, yozda ham maza qilib o'ynashadi. Mana bu tayyorlov guruhimiz. Bu tayyorlov guruhimizda darslar qiziqarli olib borish uchun interaktiv doskalarda darslar o'tiladi. Bog'chamizda bolalar 1,5 yoshdan boshlab qabul qilinadi. Aynan 1 yoshli bolalar uchun qo'shimcha nankalarimiz ham bor. Darslarimiz asosan ingliz va rus tillariga ixtisoslashgan tarzda olib boriladi. Qo'shimchasiga bolalar taekvondo, suzish, robototexnika, raqs, gimnastika, futbol, gidromassaj, logoped, massaj, tuzli xona, pediatr, kulolchilik, qo'l motorikasi va ko'plab qo'shimcha to'garaklarda bolalar chiniqishadi. Manzilimiz ham hammaga qulay. Chorsuda Qoratosh ko'chasida joylashgan. Bog'chamizdagi shart-sharoitlar bilan tanishish uchun o'zingiz tashrif buyuring. Yanada batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.